Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga qo'limdan kelgancha ideal tarzda tort tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Uy sharoitida ham bemalol zakazlarga tort tayyorlasanglar bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb eng oson biskvitimizni tayyorlab olamiz. Ya'ni turetskiy biskvit. 6 dona kattaroq tuxumlarni chaqib olamiz. 300 gram shakar, 50 ml suv, 30 gram turetskiy avalik olamiz. Xitoykini solmaylar, albatta turetskiysini solinglar. 270 gram vishi sort un, 45 gram jo'xori kraxmali va 9 gram razrxitelli elakdan o'tkazib olamiz. Bu biskvitimizni eng afzal tarafi ham hamma mahsulotlarni bittada solib, bittada mikser qilish. Biskvitni o'xshata olmaydigan insonda ham bir martada o'xshab chiqadi. Mikser eng katta tezligida kamida 4-5 minut mikser qilasizlar. Bu biskvitimizni qancha mikser qilishi mikserga bog'liq qizlar. Agar mikseringiz kuchliroq bo'lsa, 3 minutda ham tayyor bo'ladi. Agar kuchsizroq mikser bo'lsa, 5-6 minut ham bo'ladi. O'zi seziladi. Mikser qilishga oxiri qiynalib qolasizlar. Nisholdaga o'xshagan oppoq pishni massa bo'ladi. Undan oldin to'xtatib pishirib qo'ymanglar. Bu masalliqdan men 26 diametrli qolipda pishirdim. Bemalol baland tort chiqadi. Mana videoda ham ko'ryapsizlar, oppoq pishni massa bo'lganidan keyin mana cho'ziluvchan nisholdani eslatadi, nisholdaga o'xshagan massa bo'ladi. Albatta biskvitni tayyorlashdan oldin duxovkani 160 gradusga tepa-past bilan yoqib, qoliplarni ham tayyor qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Men aytganimdek 26 diametrli qolipni tagini folga bilan o'rab olib, sovib oldim. Biskvitni tekislayotganda ozgina chetlarini bo'rttiribroq tekislaymiz, chetlari bilan tekis pishishi uchun. Oldindan qisitilgan 160 gradusli duxovkada 40-45 minutga qo'yib pishirib olamiz. Ozgina pastroq olovda pishadi, baland olovda pishirmaylar. Pishganini har doimgidek cho'p yordamida tekshiramiz. Quruq chiqsa, demak pishgan bo'ladi. Pishishi bilan reshotkaga teskari qilib o'girib qo'ysanglar, tepasi bilan tekis bo'lib soviydi. Qolipda shu holida yaxshilab sovutib olganingizdan keyin qolipdan bemalol ko'chirsanglar bo'ladi. Mana ustalari ham reshotkada quritganimiz uchun tekis bo'lgan. Ozgina oshib chiqqan joylarini pichoqda tekislab kesib oldim. Mana ko'ryapsizlar, ichlari bilan zo'r bo'lib pishgan. Biskvitni qolipdan pichoq yordamida ehtiyotlik bilan ko'chirib olib, qolipdan ajratib olamiz va paketga o'rab kamida 2 soatga xolodilnikga qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikda 2-3 soat tursa, uvalanmasdan tekis kesiladi. Tegi ozgina rangi to'qilashib ketgani uchun tegini ham olib tashladim. Agar ochroq bo'lsa, qoldirsanglar ham bo'ladi. Endi xohishingizga qarab 4 bo'lagi yoki 3 bo'lagi bo'lib olsanglar bo'ladi. Bu o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Men 4 bo'lagi bo'lib oldim. Mana ko'ryapsizlar, ichlari bilan chiroyli bo'lib biskvit tayyor bo'lgan. Yumshoqqina, sirop ham ko'p talab qilmaydi bu biskvit. Qizlar, sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta shu usulda ham tayyorlab ko'ringlar. Nachinkasiga nutella ham solaman, shuning uchun nutellani qaynagan suvga solib qo'ydim, ozgina erib turish uchun. Bozor qaymog'i kerak bo'ladi, shunaqa cho'ziluvchan qizlar. Albatta bozor qaymog'idan ishlatinglar. 800 gram muzdekgina kamida 4-5 soat xolodilnikda turgan qaymog'imizni solib olamiz. 440 gram tvorojniy sir solamiz. Mana ko'rsataman, xuddi shunaqasidan solasizlar. Xuddi shundan 2 dona soldim. 60 gram saxarning pudri, 300 gram sgushonka solamiz. Sgushonkani o'zingizlarning tabiiyligiga qarab solasizlar. 250 gram, 300 gram taxminan solsanglar bo'ladi. Mikser qilishni boshlaymiz. Birinchi eng past tezligida 1 minutcha bir-biriga moslashguncha mikser qilamiz. Bir-biriga moslashgandan keyin mikser izi tushgunicha eng baland tezligida 2-3 minut mikser qilamiz. Tez tayyor bo'ladi qizlar, ko'p mikser qilmanglar. Mana kremimiz ham tayyor bo'ldi. Ozgina erib olgan nutellamizni ham mishokka solib oldim. Nutellani o'rniga cho'ka krem solsanglar ham bo'ladi, umuman solmasanglar ham bo'ladi. Kremni ham mishokka solib tayyor qilib oldim. Sirop tayyorlash yodimdan ko'tarilgan ekan. Iloji bo'lsa vaqtliroq tayyorlab qo'yinglar. Sgushonkaga qaynagan suv aralashtirib olsanglar tayyor bo'ladi va sovutib olasizlar. Kremimni men morozinkaga qo'yib turdim soviguncha. Sirupimni muzli suvda sovutib oldim tezroq sovishi uchun. Endi pishirib olgan qolipimizning razmerini to'g'irlab, ustiga shunaqa plyonka sotiladi. Konditorlar narsasini sotadigan joyda topsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa videoda ko'rib turganingdek qoliplarni tayyor qilib olib, tagiga biskvitni solib, birinchi sirop ko'p shart emas bu biskvitga qizlar, ozgina sirop. Kremimizni solib olamiz, qoshiq yordamida tekislab, xohishga qarab nachinka solamiz. Men tagiga mandarin,
ozgina malina ishlatsanglar har doim muzlagan bo'lishi kerak qizlar. Sveji malina hisob bo'lmaydi. Yaxshilab muzlatib keyin soling, chunki malina tez tortni achitib qo'yadi. Ustiga nutellani xohishga qarab solib, ustiga oreo soldim va albatta nachinkani ustidan kremni solib yana tekislab keyingi biskvitimizni solib, yaxshilab qo'limiz yordamida tekislab olamiz. Yana bu qatoriga ham sirop, krem, malina, banan va snikersi bo'lib sovib oldim. Xohishga qarab nutellalarni sovib olamiz va chetlari bilan albatta birinchi chetiga, keyin ustiga krem siqib olamiz va qoshiq yordamida tekislab olamiz. Nachinkani ustidan albatta krem qilishingiz shart. Qolgan ko'rishlarni ham xuddi shu tariqa davom ettiramiz. Ustini yaxshilab qo'lingiz yordamida bosib tekislab olasizlar. Qattiq bosmaysizlar, yengil bosib nachinkalarini tekislab olasizlar. E'tibor bergan bo'lsanglar, nachinkalarini o'rtasiga qildim. Chetida ozgina joy qoldi. Chetiga krem qo'yasizlar. Morozinkada qotirganingizdan keyin o'rtadagi nachinkalari oqib chiqib ketmaydi tortillardan, ichida qoladi. Shuning uchun nachinkani o'rtaga va chetiga albatta krem siqib chiqarishingiz kerak. Oxirgi ko'rshimizni yopib, ustini siroplab, ustini paket yopib, kamida 6-7 soatga morozinkaga qo'yib qo'yamiz. Yaxshilab muzlashi kerak. Muzlaganidan keyin shanti krem tayyorlashni boshlaymiz. Muzda 200 ml sut va 100 g shanti kremni solib, mikseri katta tezligida krem holiga kelguncha yaxshilab mikser qilib olasizlar. Sut o'rniga suv solsanglar ham bo'ladi. 100 g shanti kremga 150 g muzdek suv solsanglar bo'ladi. Lekin sutdan tayyorlasanglar mazaliroq chiqadi. Mana kremimiz ham tayyor bo'ldi. Shanti kremni ham albatta yaxshidan turetskidan foydalaninglar. Qopchamizga solib olamiz. Mana qizlar, tortimiz yaxshilab muzlagan, qotgan bu. Yaxshilab qotirib, keyin qolipdan ko'chirib, ustini bezatsanglar, tekis, ideal tarzda tort tayyor bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, tekis qotgan. Mushakdagi shanti kremimizni bir xil qilib siqib chiqazib olamiz. Iloji boricha shunaqa aylanadigan doska bo'lishi kerak. O'shanda tekis, tezroq ishinglar bitadi. Shpatel yordamida videoda ko'rib turganingizdek tekislab olamiz. Boshida birinchi marta agar tayyorlayotgan bo'lsanglar, ozgina qiynalishingiz mumkin, lekin ozgina sabr bilan ishlasanglar, albatta ideal tarzda tekis bo'lib tayyor bo'ladi. Endi chiroyli panasimizga qo'yib olib, tagiga ozgina krem surib olamiz, tortimiz yog'dan bu yoqqa ketib qolmasligi uchun. Yana bir sidra tekislab olamiz teglari bilan. Mana ko'ryapsizlar qizlar, unaqa qiyin emas. Tez ishlasanglar oson tayyor bo'ladi. Xohlasanglar shundoqligicha qoldirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana shunaqa nasatkalarda har xil uzorlar chiqazib olsanglar ham bo'ladi. Bu o'zingizlarning fantaziyangizga, xohishingizga bog'liq albatta. Ustini tayyor qilib bo'lganimizdan keyin agar ustiga ganash qilmoqchi bo'lsanglar, albatta morozinkaga yarim soatga qo'yib qo'yishingiz kerak. Yarim soatda tursa, ganashlari chiroyli oqib ketmasdan ganashlab olasizlar. Shokoladni ganash tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 100 g qaymoq va 100 g shokolad. Qaymog'i mikrovolnovkada qaynatib yubormasdan isitib olib, shokoladni sovib oldim. Men yarimga yarim qildim. Yarim temniy shokolad, yarim молочный shokolad qildim, rangi chiroyli chiqish uchun. Qaymoqni isitib, keyin shokoladni solsanglar, shokoladning ganashingiz chirib ketmaydi, kuyib ketmaydi. Eng ishonchli usuli. Endi buni yaxshilab bitta aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lgunicha. Mana shokoladning ganashimiz tayyor. Endi buni xona haroratida sovutib olishimiz kerak. Konditer qopiga solib, muzli suvga solib, sovutib oldim. Juda ham muzlab ketmasin, xona haroratida sovisi yetadi qizlar. Mana endi ganashlab olamiz. Tortimizning usti muzdek bo'lishi kerak. Ganash oqizayotganingizda tortinglar muzdek bo'lsa, ganash oqib ketmasdan chiroyli qotadi. Kanalimda yana boshqacha usulda tortlarning retseptlari bor. Bemalol ularni ham ko'rishingiz mumkin. Ustini xohishingizga qarab bezay berasizlar. Men mevalar yordamida ustiga dekor qilib oldim. Ustini bezay berish o'zingizlarning xohishingizga va ideyangizga bog'liq. Chiroyli qilib mevalardan foydalanib ustiga bezay berishingiz ham mumkin. Mevalardan foydalanib agar dekor qilmoqchi bo'lsanglar, klientingizga berib yuborishdan oldin yoki mehmonlaringiz kelishidan oldin
yarim soat 1 soat oldin bezak berishinglarni maslahat beraman. 4-5 soat oldin bezak bermanglar, iloji boricha ozgina vaqt qolganda ustiga mevalardan bezak bersanglar bo'ladi. Qo'limdan kelganicha chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qildim. Kamchiliklari bo'lsa uzr oldindan. Lekin shu retsept asosida bemalol zakazlarga pishirsanglar ham bo'ladi. O'zinglarga ham uy sharoitida bemalol tayyorlasanglar bo'ladi. Hech narsani bekitmasdan barcha sir asrorlar bilan ko'rsatdim. Agar foydam teggan bo'lsa xursand bo'laman. Albatta shu usuldan foydalanib tortlarni tayyorlab ko'ringlar va oila a'zolaringlarni xursand qilinglar. Aytganimdek, agar zakazga tayyorlasanglar, ichini muzlatib qo'yib, qolipdan ko'chirmasdan zakazga berib yuborishinglardan 1-2 soat oldin olib, ustilarini bezak berib qo'ysanglar bo'ladi. Mana tortimiz tayyor. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta shu usulda ham tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Retseptlar kolleksiyasi kanalini Telegram kanali va YouTube kanali orqali kuzatishingiz mumkin. Silkasini opisaniyada qoldiraman. Juda ham mazali va ichlari bilan sochni bo'lib chiqqan, hammaga yoqdi. Ichlarini o'zinglar ham videoda ko'rishingiz mumkin. Keyingi bundan ham ajoyib retseptlarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.